da. Toyga ordiganda gasib ketibsan-ku. Chaqqan bo'lma vaqt kechib qolmayli. Senin konunu deb tutyapsın abla. Bo'lmasa bağımlı. Voy dada, sen bağımsan qandaq bo'ladi? Tog'dek dadam bor deb, maydamga kelib yuribsan. Yaptırlıkını kadarsın. Ana, sen bizni bağan bo'lsang bo'ladi. Ajab unamay ketdi. Voy balam, ma'nim bor. Va dadam bağandı kim bo'ldi? Menem ishlarim bor deb qilib olay. Qosimjonmi bugun bozorga ketibdi. Balam, uning ozroq so'dliqi bor ekan. Sizdan renjima. Ma'qul. Ems berib kelaylik. Ma'qul balam. Tura dada. Hoş. Bak anamsa. Bak. Bekrahun! Uy Bekrahun! Vay kopap gittin makun şu oldu. Tova. Ay Bekrahun! Amit qilmay yotqindi. Voy men shiq qilmay talog'i chiqib qoldi, qo'panglar. Nima bo'ldi? Nimada kasalda o'rdimmi bu? Voy, akshim shunday loyig'azallikni uxlamda, moqchi. Qo'panglar ve qo'pab ketinglar. Shu uqurs bo'lmagan. Nimadan kuruqtuqda qotildansa, peshimni qatdi. Yetinglar, uxlanglar. Sizlar mushunda laqvaliqingda qolgan kunimiz mushu. Yetinglar Bekrahun. Meni laqva deb tilovat etdinglar, ha? Yine bu quloq muloqlaringdan o't chiqarib etmayli. Ne bir etigende kasırda bedemning beshini ag'irtdimi ava? Etigende deydi, voy kun shu oldi. Masildan boshqa dehqonning hammasi etizlikqa berib bo'ldi. Bekrahun qo'panglar, undaq qilmanglar. Ey, men sangdab qo'yay. Mening muqim chiqadigan maoshim bor de meningki. Shu men xotirjam uxlayman. Qada gap bormi? To'g'ri. Muoshim deb ketgan nimani? Voy, men sizning o'rinliqingizga hukumat hech amal qilolmay, bizni ochqanmisin deb bergan to'van kafolat puli endi maosh bo'lib ketdimi? Men uyda yana midirlab turmasam, uning qarab o'tmasak och qolamiz Bekrahun. Ya Allah. Elim men rahmatli qaynatam men uyni sep qo'yibdi-ku, sizlar bizga. Sizning qunog'liq qolgan bo'lsam, ich ahvolingizdan taladim qoladi ekanmiz biz, ha? Nimanda to'g'ri gap qildi. Ey, sen tag'i mening maoshimni tag'i ko'z qilmaydi ekansan degan tag'i. Sen mening xotinim turib, eliqi mening dushmanlarimda gap qilib ketding sen. Ha? Voy, bo'ldi. Men ma'zik va hamma odam kent faoliyat varkan deb yugurishib ketib bordi. Sizlar bir akshi o'g'anki qo'pab berib baqsanglar, nima yaxshi ishlar bor. Albatta bizga tegib qoladi shu ishlar. Isit. Mana qara. Ey, yana tag'i qiyinchilik va oyliklarga bakadim pul taqatgan bo'lib qolmasa yana. Astag'firullah. Nima qaldiroq demaysan dema. Hey yoldaşlar, tenişinunla. Yığınını başlaymayız. Bugün biz yezimizde tuncu bulup kurulgan Bostan Dehqonlar Hamkorlik Kooperativini tebriklash aldida o'tiribmiz. Aldı bilen ben bugünkü bu faaliyetimizga qatnashgan rahbarlar ve mehmonlarni tanıştırıp o'tay. Yezilik partikomining sekretari, ban sekretar. Yezi başlığı Arifcan. Muavin yezi başlığı Cangshin. Abdunum rayından kentimizge düşken hizmet korpusunun başlığı Ahmetcan Tursun. Hizmet korpusunun muavin başlığı yoldaş Liyin. Gide hizmet kaçanayla.
haydisi Gültaqap oltağanlarını tanıştırmışammo, hemmeler obdan bilisizler. Ular kentimizde Bostan Dehqonlar Hamkorlik Kooperativini kurup, hemmimizni xushal qildi. Shundaqla yuzini yo'riq qildi. Hamda Ezillik partkorning sekretari, Van sekretarni ikki qiz so'z qilib berishga taklif qilaylik. 同志们，今天我乡土库曼村有一件值得高兴的事情。首先，请让我代表乡党委、乡人民政府对土库曼村成立包山农民合作社表示热烈的祝贺。当前，我们按照自治区党委和人民政府统一安排，鼓励广大人民群众发展合作社。建立合作社的意义在于团结群众，整合资金，增加收入。对于任何形式的合作社，政府按规定都将给予一定的帮助。我们乡党委、乡人民政府希望在我们乡成立乡包团农民合作社组织，并给予大力支持。恭喜你们！ Ezimizning boshlig'i yo'ldosh Orifjon Tursunni Rahon, kechib qopchilamasman. Sen qo'yib kelgan bo'lsanglar, maydondagi qizil gul taqab, silnim sariga chiqib qo'ydi. Yo'ldoshlar, biz dehqonlarning hamkorlik kooperativ qurishini tavsiya qilamiz. Sizni bolda ketsa, ijib sizga taqab qo'ymabdi-ya bunni. Qo'shar yo'qlar. Tegishli yordam qilamiz. Da'vat qaytdi. Yezliq partikom hukumat muzokara qilish orqali Bostan Dehqonlar Hamkorlik Kooperativining qo'tan qurilishiga dastlabki qadamda 10 moya ajratib berishni qaror qildik. Biz yana Bostan Dehqonlar Hamkorlik Kooperatividagi yo'ldoshlarningki dastlabki plani va iltimosiga asosan ularning qo'y, kala boqimchilik bilan shug'ullanishni qo'llash yuzidan Yezliq partikom hukumat yuqori bilan aloqalashib 300 ming yen hal qilib berishga jiddiy yo'l mengayotimiz. Bu pul pat yaqinda Bostan Dehqonlar Kooperatividagi yo'ldoshlarning qo'liga tegadi. 300 ming koy dedimi? Qarang, 300 ming koy deydi. Shu 300 ming koy ishga bilib bersa bo'lmadimi? Xudoyi. Sarang bo'lib qoldimi ya? Mübarek olsun, bala, mübarek olsun. Rahmat dada, rahmat. Hiç vaktin bile sonra işlemeye şükürletken. Bugün hamkorlik kooperativini kurup, şunda hoş kılıp ettinler. Qo'llig'ining ko'pdan ko'p rahmat dada. Rahon, ash yezliq hukumat 300 ming koy pulni ash qiymiga bekadin bekab beryapti-da. Anada cho'qim bir gap bajma anada. Ha. Tahod, bizning ko'nlarda suv soyga oqadi, pul boyga degan gap bor. Ha. Ay qiyma 300 ming koy pulning 30 ming koyni men ba'zi bo'lmamdi deyman. Ha? Sizlar ko'ni xo'sh bo'lgandan keyin qiymiga berib danglar. Sizga mazaq beryapti ota, ha? Danglar berib chiq. Ha. Bakraqo, nim bo'ldi? O'tirib bilib uxlatamdiq nima? Yig'in tugil ne vaqt? Hashimjo, Ha? bizga bir bagidek oz pul pulmi yo'qmi? Da'vat qilgan gapini. Sizlar av qiyma qo'ngishish, unda bir hamkorlik kooperativ quringlar. Mana shu chaqda pul degan oldinlarga tonnalab, vagonlab keladi. Kooperativ degan nima g'o? Sarang odam qurdi, sarang. Ko'rmi taqa? 4 kundan keyin bir-birini qancha ichimsa, ma Bekri degan ismim nima g'o? Yo'tkitimman. Da'vat qilgan gapini. Oğlum, asıra kaydiye. Ma'qul dada. Men mashina elsan qo'rqib ketadi ekansan. Ravon doğan bilen yolda hamsen. En süreyim ben bula. Ma'qul, astra qaydi.
Şu akam dadamı apırıcı tezrak geldi geldi şuna. Bizden ağladın balam. Akanın bunun denki kılırgan işlerice. Sen onun tutuğu çok, puluğu olan. Her gün kalkıştık koymadın cuma. Hatırlayacağım oldu da. Ben akam bu verdim. Akanın zımmesiga yoğun bir tağ yüklendi. Doğru dedim. Hemkarlık kooperatif payçıklarının hemisi pulların işini akamı tapşırdı. Ula ahırda pullarının hesabını akamın aldı düşürdü. Tamamını sen isteyilet Cuma. Bizim işimiz abraş. Kane. Elana. Yezi başlıklarına kilemdikim desem, ula işimiz bek aldıraş dep unumu de. Karıgandı bu göçne yüzümüz yaratıldık almışaydı. Kane. Elana. Ublakla. Elana. Manazi. Rast. Aşım ahım bilen kent düşken kader. Ahmetcan Tursun'a dep koygan şul kep kalamı ki. Hatırlayacağım bununla. Ulu kelse kazandı yani göç bak. Kane. Ne olsa alın ya. Ağırlar. Müşü bizden hemkarlık kooperatifimizde içiliş mürasimiga karamet kızıp gitti cima. Şuna. Vay elge Arif degen elge yez başlığı mı? Bozulgan adam ki. Vay keskin gepini kılıvet hadi. Hükümetninki qo'ton qurishiga buncha viloyat jiq ya ajir sipirishni faqatla o'yinmabdi ekan juma. Ular tehe 300 bin koy hal qilpirimiz deyapsan. Nima degan yaxshi gap bor. Arifcha yezi boshlig'ining og'ziga borg'ama. Zaten navasib qo'yib kelyapti juma. Ağırlar. Hem de o gipimki işlergensizler. Şimdi adaş işenmemdigan. Deslapla biz rast ensirep qalganto. Ming bir japa topgan pulimiz yo'qolib ketamki deb gap qilgan. Hukumatning bunchalar qo'lishini kim bilsin deysizlar. Ben sizlarga dedim-ku, bu hamkorlik kooperativini qursak, birinchidan hukumatning tur mablag'iga erishimiz. Ikkinchidan siyosat jihatdan qo'llashga erishimiz. Sizlar yaninglardan bir punchdan chiqolmay turib, hammangni jurga olib ketdinglar-da. Ağinlar. Endi bu hamkorlik kooperativimizda qo'y qilib baqamda. Bu tör oblağı. Hükümet 300 bin koy pulni basi var. Onun kotan kuruluşunu başlayımız. Kotan bitkenliği iken ona içige 500 koy kalılarını solayımız. Onun iken benim şu akasımız oturup optan müzakerleşip hükümetin siyaseti maskeli de kan. Hükümetmiş meblağ cihat kollaydıgımış taraflar turdu olsa kelelörümüz onu. Sağ doğru dedi. Bu hemkarlık kooperatifimizin ticaret dairesini asta kengaytib tarakki qildimiz. To'g'ri. Ras qiymadash. O'sh qo'tan qurilishiga mablag' hali o'g'icha nima ish qilay dedinglar? Men hozir mush gapni demoqchi edim. Bu mablag' qo'limizda turib qolsa bo'lmaydi. Buni aylantirishimiz kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bo'ldi. Ben nega kelay? Keling. Keling afkam, keling. Keling. Qadir akamni mushaylam akasalamamda. Birdan gapini anglamamda. Shuni deyman. Ben shuncha tutib olsam, unimi de. Ağillar, bu gap bilan bo'lib ketib, men go'shtni yana muzil tutdik-ku. Elonglar beraber Elonglar. Sen cho'ng ala afkam. Bizning yana qiladigan ishimiz bor. Ma'qul. 1.8. Qildim zod ishongan bejima qiyim degan birni 10 yilni oldi bu yutqishdan bilan qirtishgan umidda shakarda. Endi o'g'ancha taraqib ketganini ko'rmaysizlar. Uni taraqib 5 kunlik deyman. Oldimizda ko'rimizda Savut, Eysa, Nasir, Ubul teyimdigilar bor. Bir-birida ushlaydilar bu. Ertaga pul tortishga qancha chiqib ketamdi, onun uchun biladi. Bular bak Ubul bor, yomon eskirma. Ağaylar, ikki qo'chqonning beshi bir qozonga patmaydi. 5ning qanday o'lakda? Voy. Kuzang ashlab qo'chqa kirdib ketdimi? Qo'rqib o'rib qarab baqa, hammasi tishni bilan ava. Hamkorlik kooperativ quribdimish. Avago, hukumat pulni aldab berish uchun topgan yer solniki. To'g'ri.
Kiret gelmeden işiğini tak mesik pul takap. Vay kıldırımdan örgüle. Pul tap suyuzu gel. Bizim taşo kalenderine. Şu emesme. Ağinlar, undam dep ketmanglar. Kentimizde hemkarlık kooperatif kurulsa yaxshi emasmi? Uni qilaman deb qiyin bo'lamdi-da. Sana neyim boldum da? Acaba ularning dumbug'ini yeb ketding ha? Qo'pa yo'qlar, ko'zim duyma ha. Yo'qol deysan-ku. Qo'pa desa qanday qiltang? Yili bakayli. Yili bakajima? Og'zim qo'shtirda, bekla. Bo'ldi. Yo'q gap qilibman biz bilan. Gap qilmasin. Ha. Sizning oladığınız aniqmi? Qazan ishda g'ash yo'q burada. Qanchalik sirsoq shuning hammasini olaman. Lekin shaptul cho'qim yaxshi bo'lishi kerak. Buningda xotirjam bo'ling. Shaptulning rangi, ta'mi, sutida chatoq yo'q. Bahasida kelishmasa bo'ladi. Men qarang birodar, biz bu azroq non tepib yeyli. 800 yem bo'lsa qanday? 7 yurt bo'lsa, Xayr bo'pti. Bu kooperativimizning tunji so'zisi bo'lganligi uchun men bir qatim sizga yo'l qo'yay. Endi ashnaq kelishdik. Siz qachon kelasiz? 3 kun ichida borman. Bo'ladi. Anda bo'lsa men 3 kungacha Shabdullohni yig'ib, qachilab siz kelguncha tayyor qilib qo'yay. Endi ashnaq kelishdik. Ma'qul. Kelganda ko'rishaylik. Xo'shamsa. Ya Allah. Acaba geç kaldın adamını ensirtip. Ben tek hazır ağıl baray dep turgandım. Dadam anamlı bilen hemkarlık kooperatiflarının gepini oturup kaldım. Olan neydi? Anamның karşıda azırak özgürüş boptu mu ya? Anam bugünkü faaliyetini anlap, köngsel emin tapqanda qıp durdu. Lekin Qasımcan yine özünün sözünü qıvatıdı. O seni ezip ketdi deydi. Qasım, ketmençe dixançılık qilishdan boshqani bilmaydi. Omu mening ishim qarshi chiqyapti. Erkincanchu. Tamog'ini buxlab qoldi. Men bir chiqib qarab boqay. Ma'qul. Rahmet. Tamam azlab ketib parjuma da chiqchiq ya. Da güs desa mağlaysa. Qirdi oqala. Güs desep mağdıgan vaqla kemmes ketdi. Voycan, dad nimdeydi Allah. Silelim özünün tanıştırıp qaraganda xeli tetikçuma. Rahmet. Men o sening bir aqetim ağırıp qaldım deb doktorxonaning eshigini oldiga berib baqqaningni uqmayma dada. Bu sizlarning yiriginglar nima degan to'q? Dada, bu hozirgi bolalar o parnekda o'sgan tarxamakdagilar shunday ojiz deylar. Sen qattiqroq shamol chiqsa uchib ketamiki deb ansayman men. Dada, ana, bola. men manda memsa. Bolam, miya kelib noshta qilib elib menga. Akam bir muncha ish topishganda shuni qilib etmasam bo'lmaydimi? Menga yuray. Naxt qilmay mangını tutaz epleşmedi bala. Yez bozor diyamadi dada endi. İşin aldırış olsun bana. Ma'qul. Qaysarjako, pul seni jugatib etibdi-da. Aka. Hamkorlik kooperativida bir muncha mal qarashib tursa, men aktivroq bo'lmasam, akam qanday qiladi? Manda memsa. Ma'qul bolam, Xudoga emanet. Qasımcan. Ha? Akanın işlerini eyplaver. Ben hemme gepni anladım. Naq meydanga mupadım. Hükümet ularni qo'llab tutdi. Yaqinda yana bir necha 100 ming yen pul el qilib bermoqchi. Avval mushunda tursa, bizning to'sqinlik qiladigan nima yo'limiz bor? Akang bir yerini bilmasa, bu ishni qilamdi. Boshqalarmi bu ishga shuncha ko'p mablag' solamdi. Akam yan tashlab etkili 10 yildan oshdi dedi. Dehqon degan yerdan ayrilsa tugishidi. Mana men bir ömür yerga bog'lanib o'tgan odam. Bizning zamonimizda
bunda şarait yoktu. Yerge bağlanmay turmuş ötküzgünü bulmaydı. Akan yerge tayınıpla bay boğunu bulmaydıqanlıqını bilip soğudugul qılmadı. Men bu 5-din ötkeşke maqı dep qo'shildi. Dehqon degan yerni ko'klaydi odada. Yer terimigan dehqonimi dehqon degili bo'lamda. Mana men yer terigan o'lib qolmadim-ku. Qasımcan. Silima itizlar öyünün aralığıda qatırab, canının iştirdim bexabar yügerler bilen hazır hamma xalqning kalsı içilip ketdi. Pul tapsam deydi bunda. Xotin, sen tuyuqsiz aqlli qo'yib ketibsin ha? Vah. Sana bak kentdagi bir necha ayollarni yig'ib bersam, Bo'ston dehqonlar ayollik hamkorlik kooperativi deb birini quramsiz ya. Xo'sh, nada gaplarni qilib yurdikina. Ana men chayliqlab chiqay. Bo'ldi qila Qasimjon bolam. Yine chaqchaqdan jaqchaq chiqmisan. Cheng ish bo'ldingmi bolam? Ha, ish bo'ldi. Ha, qo'pa, ems ishing qilma. Ha, daqib beradi da. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Ha, men maqdim amsa. Ha, tugay deydimi? Az qoldi. Sal tezroq bo'linglar. Buning mahaldagilarmi nurg'un shaptalarni yig'ib qo'yibdi. Uni kechgacha eshiklarga qachlab bo'lmasak bo'lmaydi. Ma'qul. Undan boshqa ma'vu yig'ilib bo'lgan shaptalarni mayga dövlab qo'ymay, bog'ning oldidagi eshikka chiqarsin. Juma? Ma'qul. Voy. Men hozir chorvachilik idorasidan chiqdim. Ular ba'zi rasmiyatlarni sal chalib olib qopti deydi. Yezilik hukumat hamkorlik kooperativi qarta bir parcha tunishtirish xati chiqarib berish kerakka. Nima? Voy, hammasi to'liq bo'lgan-ku. Yana qanday isbot lozimka? Biz hamkorlik kooperativining tarkibidagi chorval baxmichilik kasbini yuqori bir turqib yo'llagan emasmi? Ha. Shunga qo'ton qurilishiga ketadigan yordam mablag'ini chorvachilik idorasidan berar ekan. Ha. Buning uchun yezilik hukumat cho'qqum chorvachilik idorasiga bir parcha isbot xati chiqarib berishi ham cho'qqum yezbashi qo'l qo'ygan bo'lish kerak ekan. Ha, aka. Bizning necha vaqtdan beri chapqonlarimizning hammasi hamkorlik kooperativini qurishga doir rasmiyatlarni bajarish bo'pti emasmi? Ha. Tur mablag'ini har qaysi sohalardan ayrim beradigan gapga. Endi bildim. Hey, ukam. Mushu oxirigacha o'qimaganning dardini qadamda bir tatiyapman-da. Sening oliy maktab bitirib kelganing bak yaxshi bo'ldi, ukam. Rasmiyat uchun bir qatim bordigan yerga 10 qatim chapqan. Aka, shaptularni qancha yig'ib bo'ldi? 4 yerlik shaptularni qo'shganda hozir 400 eshikki bor edi. Buning maldikini taqa eshiklarga qochilmadik. Uni qo'shsak 500 eshikdan oshamiki? Papa qilib ketganda, xuddi bu yo'lni mushunga yasab bergandek. Mana baqmaqsana, adash. Qapamanglar Bakraxon, bu men. Voy! Qiyimjamsizlar. Tasqab turmasma day, og'zimni sad buzib tilvatgina. Ha. Bu 5-ing sangiltib, men olib ketishdi-ku. Shu. Uyda o'tirsam, bak zerikib ketdim danglar. Bunda bir aylanib kiray deb, aldim mushan qo'yib qolgan, ketyapman. Biror bir ish chiqib qolsa, qilaymi ya deb. Ha. 4-5 yerdagi bog'da nurg'un odam shaptil uzyotdi. Ha. Ishlamsizlar, 150 qo'y beray. 150 qo'y? Ha? Mush ay mushkulida lag'manni 15 qo'y qilyap. 150 qo'yga ishlaydigan odam bormi-kan? Ha? Avlarning og'i mingsiga seriq suv yig'ilib qopti, seriq suv. Manda gitne, manqimanglar. Meni beshim og'riydi menda gapni olsam. Qizza gap qilsijima Bakraxon. Shaptil uzish ters kelsa, amisa kechida shaptil qarab beramsizlar, 100 qo'y beray. Pulni tapqan sir baqqa qo'shib ketbarsizlar. Men bergan qarz pulingni mushtaqlab tirildir olay deyapsizlar. Ha, bo'pti. Uydasanmi, yatadiganman.
Baqa berib uxlay bo'lmasa. Bakraxon, uyaga berib uxlamaysizlar. An 400 ish shaptiliq qaraydigan gap. Agar uni o'g'rab ketsa, to'laydigan gap. Voy, Qaymaxon. Mush jahonda mush 4 kunlik shapaq shaltaqni o'g'irlaydigan odam bormidi? Xotirjam bo'linglar. Ha, nada u bog'? Ha, chiqinglar mashinaga. Bo'ldi, men ishni boshlab boray. Ha, ma'qul. Voy. Nima? Siz chaqchaq qilib o'tamsiz? Maqarang, bu 480 eshik shaptilni yig'ib, men sizni saqlayotganlar 3 kun bo'ldi. Endi bunchalar shaptilni men qanday bir taraf qilaman? Qapılman Qayimjon. Chet-elda o'qiyotgan bolam qatnash vaqasi uchrab ibr yorilibdi. Bugun kesin nomusam qat'iy bo'lmaydi. Ranjima, menmi amalsiz qoldim. Boshqa xaridor o'qish baqqan bo'lsangiz. Voy, men endi o'g'anda nereden xaridor topaman? 2 kungacha shaptillar sesiydi. Bu ziyonni kim to'laydi? Siz menga bu shaptillarni Urumchiga yetkazma deb va'da bergandingiz-ku. Rastimda kechirim. Mening omonim yo'q. Xo'sh. Voy. Qanjo. Ajabga xafa bo'lib ketdinglar. Nima ish bo'ldi? Qanjo. Qayinboychi. Baba, shaptilni bosadigan edigan mashina qachon kelib o'g'iyta? Ya Allah, Bakraxon, birdan beshimni og'ritmay turinglar. Voy, Qaysarjon, sen nerede afkam? Çatak çıktı. Derhal beni kışım kele. Ma şaptılını setip aldığın xaridor yenim oldu. Bunca çık şaptılını hem de kanda bir taraf kılımız dikine. Kemmeydi ken. Ha, tez bol. Koyma koy. Boşa kurulun. Maşını izleyip gitmese yine. O şaptıl aldığın neliki. Soğuduğun kemmeydiğin burada. Bu 2 gün tuzu bu şaptıl emdi. Sesip gideyim o emde. Bakraxon, siz bu işi to'la boshqa turmay, uyanlik berib tamog'ingni yeb kelinglar. Shundaqlaymi ya? Ha, tezroq kelasiz juma. Şaptıldım bir öyle elbasan bulamazlar. Voy elinglar ana yechki bilan turdi. Vallahi. Ammay bo'ldi. Yani bir 2 kun tursa bo'lmuş shu. Tez yigidek kuldaqcha. Dada, akamın sırtından çatak çıktı. Neyim deydiğin şey, neymiş boptu? Ulan, esretmeye çakırak bizim digine. Sömetcan yok. Sömetcan'ı doktorxonaga ketganda anısı. Qaysi doktorxonaga ketganda? Men shu doktorxonaga bilan boray. Yo'q. Bazlar topolmaylaqchan. Opsilg'i jiroq bir shahar bir doktorxonaga olib birma deb ketgan bak jiroq. He, anlasam Sömetcan'dan pek mijoz yo'q deydi. Qandaroq ahvoli? Doktorlar aqqan kesli deb chiqadi. Oshmi yemay, suv ichmaydi. Osma kuz bilan yotadi. Bir ishkishli yetib ketadigan o'xshaydi. Azizane diyorim var. Vay, haşkede